Oldinlari Xalq ismli futbolchi haqida ko'p eshitgansiz va hozirgi kunda deyarli eshitmaysiz. U top klublarda o'ynamagan, ammo jismonan baquvvatligi va zarbasining o'ta kuchli ekanligi orqali uni juda ham yaxshi bilasiz. U hozirda Atletico Mineiro safida to'p suradi va u bilan futboldagi noodatiy va g'alati bir fakt aniq sizni hayron qoldira oladi. Xalq har bir o'yindan so'ng maksimal 6 kilogramm, o'rtacha esa 3 kilogramm vazn tashlash haqida bilarmidingiz? Agar bilmasangiz, hozir bilib olasiz. Siz esa sahifamga obuna bo'lib qo'ying, bunday ma'lumotlar bizda hali talaygina. Xalq Mineiro safidagi yaqinda bo'lib o'tgan bir o'yinida taroziga chiqadi va tarozi 97 kilogrammni ko'rsatadi va o'yindan so'ng esa u taroziga chiqqanida naq 91 kilogrammni ko'rsatadi. Klub fizioterapevtlari va shifokorlari shunchaki lol qolishadi. Keyin bilsam, u har o'yinda o'rtacha hisobda 13 kilometrdan ko'proq yugurar ekan. 38 yoshli futbolchi uchun bu juda ham ajoyib natija va jismonan holati mukammal bo'lgan Xalq har bir o'yinda anchagina tanasidagi terlarini to'kib olar ekan.